Taze yeniliklerimiz var. Yani online xizmatlarni joriy qildik. Necha so'mga tushadi bizlarga motor qo'yish turibdi. Mashinangizni probegda 50 000 kilometr yurib, 50 000, 60 000gacha bog'lagan bo'lsa, almashtirib bersak, почти birebir tushadi. Hech qanaqa natija bermaydi. Qimmatini ham qo'yib ko'rdim, arzonini ham qo'yib ko'rdim. Ko'pa bormaydi. Lacetti'ga Malibu 2 ni motorini qo'ysa bo'ladimi? Captiva 3 litni motorini, 3 litni shunga 2.4 lik motorni qo'ysa bo'ladimi? 1.6 Sonus korobkasi bilan qo'ysa bo'ladimi? Zboriy holatda turibdi. Xohlasangiz motorni o'zini yechib beramiz, xohlasangiz kollektorni, xohlasangiz injektorni, xohlasangiz konditsioner motori ustalar nomini aytgan bo'lsa, olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Avvalo obunachilar yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Hormanglar. Bugungi videomizda xudo xolasa sizlarni kommentariyada bildirgan savollaringizdan kelib chiqib bir zo'r video ishlamoqchimiz. Bundan tashqari shaharni probkalarida mexanikadan charchab yo bo'lmasa avtomat qilishni xohlab yurgan odamlar uchun o'ta qiziqli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, oxirida bir qiziqli narsani boshlayapmiz. Hamma uchun menimcha manfaatli bo'ladi deb umiddamiz. Shuni tushuntirib o'tamiz. Oxirigacha ko'ringlar, dim qiziqli bo'ladi. Mesela videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin bizda hozir toza yangiliklarimiz bor. Ya'ni onlayn xizmatlarni joriy qildik. Hech qanaqa do'konga kelib o'tirish shart emas. O'tirgan yeringizda telefon qilsangiz bo'ldi. Ular navolar kiradi. Birinchi avtosug'urta. Avtosug'urtani ham qilib beramiz. Tarinovka ruxsatnoma. Uni ham qilib beramiz. Undan tashqari chiroyli raqamlarni, siz xohlagan raqamlarni o'ynab olib o'tib berishimiz mumkin. Va davidli xizmatlar ham bor. 3 oydan beri biza motorlar haqida video qilmadik. Endi shu orada savollar ham yig'ilib qoldi, savollar ham javob bermadik. Endi shuni yig'ilib qolgan savollarni eng ko'p takrorlanganlarini yozib olganman. Shular hozir birin-birin javob berib ketamiz. Ham motorlarni bir yandan yana ko'rsatib, tushuntirib, avvalgi ko'rganlar uchun eslatma, ko'rmaganlar uchun yana informatsiya tarzida berib, hammasini bir qator tushuntirib berib ketaman. Birinchi savollardan boshlaymiz. Neznakomis 11 degan klientimizdan kelgan savol. 2015-yil Gentra'ni motorini sizga topshirib, o'rniga 1.8 ni motorini almashtirsam necha so'mga tushadi bizlarga motor qo'yish turibdi. Mana do'konga kelsangiz, xudo xolasa bafurcha tushuntirib beriladi. Endi qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, agar mashinangizni probegda 50 000 kilometr yurib, 50 000, 60 000gacha bog'lagan bo'lsa, almashtirib bersak, почти birebir tushadi. Sizga unchalik rasxod bo'lmaydi. Biz almashtirib beramiz. 50 000, 40 000, 30 000 kilometr yurgan mashina bo'lsa, motor ochilmagan bo'lsa, biza sizga iloji boricha uning ko'p summa bo'lmaydi, raziyasi birebir almashtirib beramiz. Hamma vajini beramiz, hamma vajini berasiz. Ikkinchisi, agar mashinangiz 200 000, 150 000, 250 000, 300 000 yurgan bo'lsa, sizga bitta xarajatda tushishi mumkin. Sizga tushishi mumkin. Gdeti motorni sosteniyasiga qarab, oladigan vajimizga qarab, gdeti bir 10 milliondan 15 milyon, 20 milyon so'machalik raziyasida chiqishi mumkin. Ikkinchi savol, yo'ldoshib Mashhurbekdan kelgan obunachimizdan. Salom akalar, 1.6 avtomat korobka kerak. Lacetti'ga o'zimniki mexanika almashtirmoqchiman debdilar. Endi qarang, agar sizniki 1.8 Lacetti bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni korobkangiz holati yaxshi bo'lgan bo'lsa, almashtirib beramiz. Gdeti bir sosteniyasiga qarab 5 milyon, 6 milyon, 7 milyongacha bo'lishi mumkin. Sosteniyasiga qarab, agar korobkangizni sosteniyasi yaxshi bo'lsa, shunda desa, o'zi avtomat Lacetti'ni o'zini 1.6 korobkasini o'zi gdeti bir 500-600 dollar atrofida yuradi, sosteniyasiga qarab-da. Holatiga qarab narxi o'zgaradi. Agar o'zingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sizlar shu gdeti 500-600 dollar atrofida pul berasiz. Biz hamma vajini berib almashtirib beramiz. Arianni xudo xolasa cho't chiqarib beramiz. Keyingi savolga o'tamiz. Jim Sin degan obunachimizdan kelgan, shuni yozgan ekan. Salom aka, 12-yil Damozi bor ekan, 12-yil Damoz. Har xil bezdan asos qo'yib ko'rdim Damozga dedi. Har xildan qo'yib ko'rdim. Hech qanaqa natija bermaydi. Qimmatini ham qo'yib ko'rdim, arzonini ham qo'yib ko'rdim. Navmasliyat berasiz deb turibdilar. Rahmat. Shundan nima deydi, bizani kuzatasiz ekan. Shu endi bunday vaziyat bizadan bo'lgan, men o'zimdan bo'lgan. Danishimni mashinamda Damoz har xilni beryapmiz, sira bir
ne yoktan mesela özü tanış adam, klientimiz kımmatından berip gördük, arzandan berip gördük. Hiç netice yok. E, Köpe var mıydı? Yeteveradi. Buni sebebini endi dim aniq bo'ladigan bo'lsa, usta olib borib ko'rsangiz bo'ladi. Bizani o'zimizda telefon qilsangiz ham call centrimizga usta bilan bog'lab berib bilamiz. Menda shunday bo'lgan, bakdan chiqqan, benzin bakdan chiqqan. Ya'ni klientimizni mashinani benzin baki shishgan ekan, ya'ni shishgandan keyin benzin suv joyida turmay havo so'rgan. Undan tashqari trubkalardan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni havo so'rib, benzin suv kontakt qizib, ko'pa bormay tishini qo'ysam ketaveradi. Endi ustalar biladi, bundan boshqacha variant bo'lishi ham mumkin siznikida. Может, bu yerni ko'rgandilar. Agar original qo'ymagan bo'lsangiz, endi заводскойni qo'ymagan bo'lsangiz, firminilari bor, shundan qo'yib ko'rsangiz, может, yaxshi bo'lishi mumkin. Agar qo'ygan bo'lsangiz, mashinani birida prичина bo'lishi aniq. O'zidan o'zi ketavermaydi. Hozir kitaychilar ham dim bo'lmadim deganda to'g'risi 6 oy 1 yil yurib turganlari bor, yaxshilari bor, garantiyasi bilan beriladiganlari bor bizda. Keyingi savolga o'tamiz. Sandoz M2N degan obunachimizdan ham o'ta qiziqli savol berganlar. Lassettiga Malibu 2 ni motorini qo'ysa bo'ladimi? Unda avtomat korobka ham almashadimi? Topливо расходi qanday bo'ladi? Endi buni doğrusunu aytadigan bo'lsak, birinchi savolingizga albatta korobka almashadi. Korobka almashmay iloji yo'q. Ana shunda desa, dvigatel kattalashgandan keyin unga to'g'ri keladigan korobka qo'yiladi, u aniq o'zgaradi. Keyin topливо расходini men doğrusu o'lchab ko'rmadim, lekin qilganlar bor. Расходligi ancha bo'ladi. Даже установкасini o'zina $1000 dan $2000 установкасini o'zina pul chiqadi. Arianana qo'yadigan motoriga qarab, masalan 1,5lik motordan qo'yganlar bor, 2lik motordan qo'yganlar bor. Motorni olajak motoringizga qarab narx o'zgaradi. Undan tashqari o'zingiznikini beradigan bo'lsangiz, o'zingizni beradigan motoringizdan sosteniyasiga qarab, masalan narx o'zgarishi mumkin. Endi общий расходga keladigan bo'lsak, bo'lishi mumkin. Nechik motor qo'ysangiz, toza motor qo'yasizmi, ko'na motor qo'yasizmi, $4000 dan boshlanadi, ta Ariana $5000, $6000, $7000gacha borishi mumkin. Lekin bu endi Lassettini qadrlab, shundan boshqa mashina edim, men shuni ichida men Lassetti Gentra deb, shunda men Malibu 2 ni his qilaman deganlar uchun menimcha bo'ladi deb o'ylayman. Atak расходi bor lekin. Keyingi savol, uch savol ham ko'p beriladigan savol. Men o'zi yuzma-yuz klientlar bilan gaplashgandan, donishlar bilan, jo'ralar bilan gaplashgandan shu savol ko'p takrorlanadi. Shu savol ham bir javob bersam, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Van Helsing degan obunachimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum, qormanglar. Aka, Captiva 3likni motorini, 3likni shunga 2.4lik motorni qo'ysa bo'ladimi? Poni zamina necha pulga tushadi? Menimcha 3lik motori bor bularni. Bunga ya'ni SE dediğimiz-ku so'nggi chiqqan 2.4 avtomatni motorni qo'yacaklar. Bularda shuningdek Captiva'da bizda motor qo'yish muammo emas. Motorni o'zgartirilaveradi, lekin asosiy yeri tok yo'li bo'ladi. Tok yo'lini almashtirib bo'lmaydi. Shundaganda bu Koreyadan kelib turgan motorlarning tok yo'llari sal boshqacharoq. Motorni o'zini almashtirib bilamiz, lekin tok yo'lini joyina qo'yishimiz uchun biza toza sotib olishimizga to'g'ri keladi. Ham ustanovka qilishimizga to'g'ri keladi. Tozasi qimmatga tushib ketadi. Buni hozir ustaga ham ancha pul berishingizga to'g'ri keladi. Buni maslahat bermayman. Hech qaysi Captiva'nikini motorini, boshqa motorni qo'yishni men tavsiya qilmayman. Bo'lmaydi u narsa. Hozir 2.4likka 3likni motorni yo 3likka 2.4likni motorni yo bo'lmasa boshda chiqqan Captiva bor. U 2008-2010-yilda chiqqan Captiva 1 2.4 degan motor. Bu ham avtomat qilajak bo'ladilar, bo'lmasa 3likni motorni qo'yajak bo'ladilar. Noto'g'ri narsa. Mutlaqo noto'g'ri. Расходi ko'p bo'lib ketadi. Tikkan pullaringizga yarasha natija ololmaysizlar. Vaqt ko'p ketib qoladi. Shuning uchun to'g'risi uni bezovta etmang. Ya o'zini motorini undan o'zini motorini beramiz. Shu motordan berib bilamiz. Ya bo'lmasa agar rost almashtirsangiz kerak bo'lsa, mashinani o'zini almashtirganlaringiz siz uchun vaqtdan o'tasiz, ortiqcha xarajatdan o'tasiz, hamda ortiqcha stressdan o'tasiz degan namiz bor. To'g'risi bo'lmaydi. Keyingi savolimiz
Dilmurod Ismonovdan keyin assalomu alaykum, meni mashinam Ford Sunnex dedi. Shu mashinaga 1.6 Sonus korobkasi bilan qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi bu yerda inomarkadan inomarka minib yurgan obunachilarimiz ham bo'lishi mumkin, bo'lmasa Daew'ni burgan avvaldan inomarkasi bor. Ford, shunga o'xshash yana boshqa avvaldan yurib turgan inomarkalar bo'lsa, endi agar Sonus motor qo'yasizmi, 1.6 motor qo'yasizmi, bizda o'zi inomarka bilan shug'ullanadigan, inomarka perdelka bilan, asosiysi perdelka bilan shug'ullanadigan bolalarimiz bor. Shularga murojaat qilamiz. Endi bular o'zlari sizga Sonusning motorini qo'ysa bo'ladimi, yo 1.6 ning motorini qo'ysa bo'ladimi, yo bo'lmasa Lacetti 1.8 ning motorini qo'ysa bo'ladimi? O'zlari taklifini aytadi, shunga qarab biza vajangizni berish mumkin. Rasxotga keladigan bo'lsak, rasxoti minimum 15 milliondan boshlanadi. Общий ustakisi motor hamma vaji 15 milliondan eng minimalniy Sonus motor olib, buni ham rabotchisini olib boshlayman desangiz, shundan bahodan boshlanadi. Ta oriyani yetishi mumkin. Где-то bir 25-30-35 million so'mgacha rasxot aytishingiz mumkin. Bu oladigan vajingizga, almashtiradigan narsalarga qarab bo'ladi. Men verjani summa shunga qarab chiqadi. Yana bir ko'p so'ralib turgan takliflar bo'lib turibdi. Masalan, Andijon, Buxoro, keyin boshqa viloyatlardan filial ochinglar, Qoraqalpoqdan so'rab turibdilar, filial ochinglar deb. Filial xudo xolada ochish planimiz bor. Endi bu yil belgilanmagan, bu yil indiki yilda emas. Agar nodir vaj kerak bo'lsa, bizda dostavka xizmati bor. Bemalol murojaat qilsangizlar, novi kerak desangiz, dostavkangizni bemalol aytib, aytgan vajangizni summasini ham kelishtirib chiqarib berishingiz mumkin. Xudo xolasa undan muammo bo'lmaydi. Biz hozirda hamma viloyat bo'yicha ishlab turibmiz, dostavka chiqarib turibmiz. Masalan, kecha Qashqadaryo chiqardik, undan oldin Samarqanddan chiqardik. Masalan, nodir narsa muammo emas. Hozir nima deydi, internet asri chiqarib turibmiz. Rossiya ham berib o'tirgan vajlarimiz bor. Bemalol olib ketadigan odamlar bor. Shular bilan barabar muammo bo'lmaydi. Bemalol murojaat qilavringlar. Umuman nima deydi, chegaralarni olib tashlab fikrlayvringlar, vajimizni barabaramiz. Xudo xolasa dostavka tez fursatda qo'lingizga yetib boradi. Assalomu alaykum. Meni mashinam 4-skorsdan tashiydi. Shesini almashtirib o'tib bo'ladimi? Oldindan rahmat dedilar. Siz ham rahmat, savolingiz uchun zo'r savol berdingiz. Birinchi javobimni aytaman. Birinchisida bo'ladi. Agar mashina sosteniyasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, avtomat bo'ladimi, mexanik bo'ladimi? Masalan, nov mashina bo'lsa, kur 5 ta emas, boshqa mashinalar ham tegishli. Agar sosteniyasi yaxshi bo'lsa, ko'p yurmagan bo'lsa, ciddi bir o'tkazayotgan bo'lsa, boshqa joylar cho'tki durgan bo'lsa, ustaning o'zi aytadi. Holati, masalan, agar mashina korobkasini odamga o'xshatadigan bo'lsak, ya'ni qarri vaqtini kelmagan bo'lsa, zotsa bo'ladi, muammo bo'lmaydi, olib ketadi. Agar ikkinchi javobimni aytadigan bo'lsam, o'zi sosteniyasi ko'p yurgan bo'lsa, avval ham zo'tilgan bo'lsa, yo bo'lmasa bir o'zi sosteniya jihatidan ko'p yurgan bo'lsa, uni zotib bo'lmaydi. Hozir yana Tikola gap tutdi bizlara, Matizda gap tutdi, zapchasini so'rab keladilar. Endi bizga bu yerda yo'q deb birimiz, shunday desa, klientning o'zi zo'ttirasi bor, usta ham zo'taman deb tutdi. Bizga yo'q deb bilamiz. Bu yerda qo'llangancha nodir kerak bo'lsa barabaramiz, lekin katta ehtimol bilan ko'pchiligiga o'xshamaydi shu narsa. Umuman zotib bo'lmaydi. Zo'tdim, bo'lmadi, shuncha pulim chiqdi dedilardan yana kelib keyingi safar yana korobkani remont edilar, keyin korobka ikkitadilar. Shuning uchun o'sha ikki yo'nalish bor. Tozaroq bo'lsa remont etsangiz bo'ladi, holat yaxshi bo'lsa. Agar ko'naroq bo'ladigan bo'lsa, sosteniyasi ko'naroq bo'lsa, remont etib bo'lmaydi. Uni xarajatingiz o'zingizga minusini aytishadi. Shuning uchun korobka qo'ygan yaxshi. Javobimiz shu. Endi hozir do'konimizda novalar bor deydigan bo'lsak, motorlarga gazit keldi. Motorlar yana 1.8 motorlarimiz yet tutdi. Doğrusu zo'r chiqdi. Oxirgi marta yana 3 marta shu oxirgi oyda 3 motor sotildi. Yaxshi chiqdi, holatlari yaxshi. Bu kollektorlarga qarab, o'zi sosteniyasiga qarab ekkandik motorlarni. Holati yaxshi, yana qip-qizil, yana sori sosteniya turibdi. Holat yaxshi. Bahosini keladigan bo'lsak, 9 million, 9,5 million atrofida sotilib turibdi.
Bularni xolasangiz motorlarni bo'lib to'lab olsangiz ham bo'ladi. Bizda halol rastroshka bor, bo'lib to'lasa olsangiz bo'ladi. 3 oydan 24 oygacha berib bilamiz. Sparkning motorlari bor. Sparkning motorlari ham holati yaxshi. Yana oppoq sassiyat tutdi. Bular ham ko'p, seplar ham toza, hali ko'p yurmagan. Zboriy holatda turibdi. Xohlasangiz motorni o'zini yechib beramiz, xohlasangiz kollektorni, xohlasangiz injektorni, xohlasangiz konditsioner motorini, hozir sezon bo'lib turibdi, ko'p odam so'rab turibdi. Bondagi zapchastlar ham bor. Malibu'ning motorlari bor. Malibu'ning motorlari ham где-то 12 million 15 million atrofida sosteniyasiga qarab. Keyin bunda Orlando'ning motorlari bor. Orlando'ning motorlari ham 10 milliondan 12 million so'mgacha sosteniyasiga qarab. Keyin bunda Lasetti Daewoo'ning motorlari bor. Daewoo'ning motorlari tak 7 milliondan boshlanadi ta 9 million 9,5 million so'mgacha bor. Epica'ning motorlari bor. Epica'ning motorlari 500 dollardan boshlanadi ta 700 dollargacha bor sosteniyasiga qarab. Keyin Captiva'ning motorlari bor. Captiva 3.2 bor, 3.2 bor. 3.2ni bahosi 15 milliondan boshlanadi ta 17 million 18 million so'mgacha bor sosteniyasiga qarab. Keyin 3.2ni bahosini aytadigan bo'lsak, 3.2niki 11 milliondan boshlanadi, 15 million 16 million so'mgacha bor. Endi xo'p, yana nima deydigan bo'lsangizlar, bu yerda yana korobkalar bor. Captiva'ning korobkasi bor, avtomatniki bor, Captiva'niki, keyin Malibu'ning mexanikasi bor, avtomati bor, Gentra'ning avtomat korobkalari bor, 1.6niki bor, mexanik korobkalar bor. Mexanik korobkalarning Tico Damas'dan tortib Tico Damas, Nexia'niki bor, Nexia Sons'niki bor, 1.6 Dons'niki bor. Keyin Orlando'niki bor. Epica'niki ham bor. Epica'ning motori korobkasi ham bor. Spark avtomat, mexanik ikkisidan ham bor. Hammasiniki bor. Bundan motor qismına keladigan bo'lsak, golovkalar yana eng ko'p ketadigan golovkalar zboriy holatdan bor, xohlasangiz taqir holatdan bor. Endi buni ustalar tushunadi, bondagi motorning ichki qismlar zapchastlarini endi tushunadigan klientlarimiz ham bor. Motorning ichki zapchastlari ham bor. Seli, imnina, vallari bor. Hamma vajlari bor. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Konditsioner motorlari bor. Konditsioner motorlarni bir yerni aytib o'taman. Gentra, Cobalt, Nexia 3 bo'lgan bo'lsa, rabotisini qidirib yurmanglar, yaxshi chiqmaydi. Ularni tozalasa, tozasi bor. Baholarini nomer qo'yib ketamiz. Nomini bahasi qiziq bo'lsa, bemalol telefon ursangizlar javob beramiz. Agar uzoqda O'zbekistondan tashqarida bo'ladigan bo'lsangizlar, bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tinglardan yozsangizlar, ya Instagramga ya Telegramga o'tib yozsangizlar, xudo xolasa javob beramiz. Keyin bunda motorning dinamolari, generator dinamolari, gidrovlika nasozlari bor. Rulovoy mexanizmlari bor yana. Sosteniyasi toza mashinadan olingan. Bu Sparkniki, adashmasam, gidrovlisi to'g'ri qo'yasiz, konkret chiqadi. Xudo xolasa yaxshilari bor bularning. Motorni bo'lib ham beraveramiz. Endi kimgadir tegi kerak bo'lsa, kimgadir tepasi kerak bo'lsa, endi yana Sparklankini pastda turibdi. Mana pastini bo'lib beraveramiz. Xohlasangiz uni variantdan beraveramiz. Korobkaning zapchastlari kerak bo'lsa, korobkaning zapchastlari ham bor. Avtomatniki deysizmi, mexanikaniki deysizmi? Endi yana ichini hamma zapchastlari bor. Buni ham kelsangizlar, ustalar nomini aytgan bo'lsa, olishingiz mumkin. Videoni boshida aytganimizdek, shaharning probkalarida mexanikadan charchab, avtomat klassiga yurgan yurtdoshlarim uchun yangilik qilyapmiz. Ya'ni yana shu Avalon mashina Cobalt 2014-yil buni avtomat qilishni planlashtirib turibmiz. Hozir sizlarga shu haqida bafurcha tushuntirib beracakman. Videoni mashinaning ichini o'tamiz endi. Biza avvalgi qilgan ishlarimizda Sparkni, SUV Sparkni, keyin Lasetti 1.8ni, Lasetti 1.6ni mexanikasini avtomat qilganmiz. Bu bo'yicha bizda hozir ham zapchastlari bor, avtomat korobkalar ham bor. Ya'ni mexanikani avtomat qilish bunchalik muammo emas. Xudo xolasa qilib bilamiz. Endi hozir qilajak ishimiz yana o'zim haydab yurgan mexanikamni, mexanika Cobalt 2014-yil. Shuni
avtomat qilmoqchimiz. Nechun o'zingni mashinadan boshlading degan bo'lsak, buni o'zini yarasha problemli yerlari bor. Agar biz ham buni hamma vajini hozir men oborudeniyalarni ekkalib, tok yo'lini montaj simlari bor, o'zini yarasha. Asosiysi buni tok yo'lida muammo borda, buni motoringiz haydovchilar korobkasi almashtirib berish muammo emas, u yerda muammo turgan yo'q. Asosiysi tok yo'lini pulni almashtiradigan bo'lsak, hozir mana bu qimmatga tushib ketadi, o'ta qimmatga tushadi. Oborudeniyalar simlari qimmatmi, toza qo'yishmadi o'rgaladi. Robotchisi yo'q bo'lani, robotchi Koreyadan kelmaydi avtomat Cobalt hisobchasi. Endi bizangina tushmaydigan taqdirda. Nacha o'zimnikidan boshlajakman deydigan bo'lsak, buni iloji boricha ekonom stilda, sifatli ham ekonom stilda qilish uchun o'zini tok yo'lini qoldirib, iloji boricha vaqtdan bir konkretni bir ozroq muddatga ekkalib qo'yishimiz kerak. Hozir bilamiz biza klientni mashina mexanikni avtomat qiladigan bo'lsak, tok yo'li o'ziniki qoladimi, qolmaymi buni bilmaymiz, to'g'ri ayta olmaymiz. Keyin necha kun ketadi deydigan bo'lsa, unga ham to'g'ri savollarga javob beramiz. Shu savollarga javob topish uchun, shuni konkretni yechimini, konkretni summasini bilish uchun eng zo'r yerini aytaman, o'zinikini olib, ustuna necha so'm beradigan yo'ldan qilyapmizdan. Shuni ham aytish uchun boshda o'zlarimiz shu situatsiyaga tushib, hisob-kitoblarni hamma vajini bilib olishmaymiz. Shu uchun birinchi o'zimiz haydab bilgan mashinadan boshlayapmiz. Ana keyin ayonida keyin to'sh yechimi chiqadi. Nima bo'ladi, nechik bo'ladi, sizlarga keyingi videoni ko'rsangizlar, xudo xolasa dim aniq aytib chiqarib beramiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanizlar, layklarni bosib, eslatib tursanizlar, xudo xolasa Arianani chiqarib beramiz. Bu videoni mexanik Cobalt'i bor, Gentra'si bor, Nexia 3 bor jo'ralarga tashakkur qilinglar. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Podpisat bosmanglar, podpisat bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizani Telegram kanallarimiz bor, Instagram kanallarimiz bor, YouTube kanalimiz bor yana. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yoddan chiqmasin. Qiziqarli, hamma uchun bir foydali bo'ladigan videolarni qo'ldan kelgancha, nima deydi, iloji boricha sizlarga yaxshiroq etib yetirishga harakat etamiz. Undan tashqari agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, yana call centerimiz bor. Call centerimizdan nomerini qoldirib o'tamiz. Call centerimiz zanit bo'lib qolishi mumkin, lekin qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xudo xolasa, обязательно обратный qo'ng'iroqqa chiqadilar sizlar. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biza Avelo xizmatda hamisha sizlar uchun.